Hallolaycha, assalomu alaykum do'stlar. Nemis tilidan darslarimizni davom ettiramiz, ya'ni bizda nazorat ishi darslarining davomi. Uning ismi Anna demoqchi bo'lsak, nemis tilida qanday bo'ladi do'stlar? Uning ismi Anna. Sie heißt Anna. Sie heißt Anna. Ular grammatikani yaxshiroq tushunyaptilar demoqchi bo'lsak, nemis tilida qanday bo'ladi do'stlar? Ular grammatikani yaxshiroq tushunyaptilar. Sie verstehen. Sie verstehen Grammatik. Sie verstehen Grammatik besser. Sie verstehen Grammatik besser. O'g'il bolaga nisbatan u kuylayapti va raqsga tushyapti demoqchi bo'lsak, nemis tilida qanday bo'ladi do'stlar? Singt und tanzt. Singt und tanzt. Singt und tanzt. Men buni bu yerdan sotib olyapman demoqchi bo'lsak, nemis tilida qanday bo'ladi do'stlar? Men buni bu yerdan sotib olyapman. Ich kaufe es hier. Ich kaufe es hier. Ich kaufe es hier. Ular ancha ko'proq ishlashyapti demoqchi bo'lsak, nemis tilida qanday bo'ladi do'stlar? Ular ancha ko'proq ishlashyapti. Sie arbeiten. Sie arbeiten viel mehr. Sie arbeiten viel mehr. Sie arbeiten viel mehr. Men xayr deyapman, men xayr aytyapman demoqchi bo'lsak, nemis tilida qanday bo'ladi? Men xayr deyapman. Ich sage Tschüss. Ich sage Tschüss. Men xayr deyapman. Qiz bolaga nisbatan u ozroq ishlayapti demoqchi bo'lsak, nemis tilida qanday bo'ladi do'stlar? U ozroq ishlayapti. Sie arbeitet weniger. Sie arbeitet weniger. Sie arbeitet weniger. Ular buni juda yaxshi tushunyaptilar demoqchi bo'lsak, nemis tilida qanday bo'ladi do'stlar? Ular buni juda yaxshi tushunyaptilar. Sie verstehen es sehr gut. Sie verstehen es sehr gut. Sie verstehen es sehr gut. O'g'il bolaga nisbatan do'stlar, unga bu haqiqatan ham kerak demoqchi bo'lsak, nemis tilida qanday bo'ladi? Unga bu haqiqatan ham kerak.
braucht es wirklich. Er braucht es wirklich. Er braucht es wirklich. Men buni tez-tez qilaman demoqchi bo'lsak, nemis tilida qanday bo'ladi? Men buni tez-tez qilyapman. Ich mache es oft. Ich mache es oft. Ich mache es oft. Men buni tez-tez qilyapman. Ular birgalikda tahsil olyaptilar demoqchi bo'lsak, nemislar qanday bo'ladi? Ular birgalikda tahsil olyaptilar. Sie studieren zusammen. Sie studieren zusammen. Sie studieren zusammen. Biz har xil mashqlar bajaryapmiz demoqchi bo'lsak, nemislar qanday bo'ladi do'stlar? Biz har xil mashqlar bajaryapmiz yoki biz turli mashqlar bajaryapmiz. Wir machen verschiedene Übungen. Wir machen verschiedene Übungen. Wir machen verschiedene Übungen. Men Berlinga uchyapman demoqchi bo'lsak, nemislar qanday bo'ladi do'stlar? Men Berlinga uchyapman. Ich fliege nach Berlin. Ich fliege nach Berlin. Ich fliege nach Berlin. O'g'il bolaga nisbatan do'stlar, u maktabga ketyapti demoqchi bo'lsak, nemislar qanday bo'ladi? U maktabga ketyapti. Geht zur Schule. Geht zur Schule. Geht zur Schule. Men bu musiqani eshityapman demoqchi bo'lsak, nemislar qanday bo'ladi do'stlar? Men bu musiqani eshityapman. Ich höre diese Musik. Ich höre diese Musik. Ich höre diese Musik. Sening isming qanday? deb so'ramoqchi bo'lsak, nemislar qanday bo'ladi do'stlar? Wie heißt du? Sening isming qanday? Wie heißt du? Sening isming qanday? O'g'il bolaga nisbatan do'stlar, u juda oz ishlayapti demoqchi bo'lsak, nemislar qanday bo'ladi? U juda oz ishlayapti. U juda oz ishlayapti. Arbeitet so wenig.
Er arbeitet so wenig. Er arbeitet so wenig. Ularning juda qiziqarli g'oyalari bor demoqchi bo'lsak, nemis tilida qanday bo'ladi do'stlar? Ularning juda qiziqarli g'oyalari bor. Sie haben sehr interessante Ideen. Sie haben sehr interessante Ideen. Sie haben sehr interessante Ideen. O'g'il bolaga nisbatan do'stlar, u buni tez-tez aytyapti demoqchi bo'lsak, nemis tilida qanday bo'ladi? U buni tez-tez aytyapti. Er sagt es oft. Er sagt es oft. Er sagt es oft. Men mehmonxona qidiryapman, men mehmonxona izlayapman demoqchi bo'lsak, nemis tilida qanday bo'ladi do'stlar? Ich, ya'ni qandaydir bir mehmonxona. Ich suche ein Hotel. Ich suche ein Hotel. Ich suche ein Hotel. Biz baliq yeyapmiz demoqchi bo'lsak, nemis tilida qanday bo'ladi do'stlar? Biz baliq yeyapmiz. Wir essen Fisch. Wir essen Fisch. Wir essen Fisch. Qiz bolaga nisbatan do'stlar, u yerda ovqatlanyapti. U yerda taom iste'mol qilyapti demoqchi bo'lsak, u yerda ovqatlanyapti demoqchi bo'lsak, sie ist dort. Ya'ni u yerda. Sie ist dort. Menga bu kerak demoqchi bo'lsak, nemis tilida qanday bo'ladi do'stlar? Menga bu kerak. Ich brauche es. Ich brauche es. Ich brauche es. Qiz bolaga nisbatan do'stlar, u go'sht sotib olyapti demoqchi bo'lsak, nemis tilida qanday bo'ladi? U go'sht sotib olyapti. Sie kauft Fleisch. Sie kauft Fleisch. Sie kauft Fleisch. O'g'il bolaga nisbatan u bizni ko'ryapti demoqchi bo'lsak, nemis tilida qanday bo'ladi do'stlar? U bizni ko'ryapti. Er sieht uns. Er sieht uns. Er sieht uns. U bizni ko'ryapti. Ularning puli bor demoqchi bo'lsak, nemis tilida qanday bo'ladi do'stlar? Ularning puli bor. Sie haben Geld. Sie haben Geld. Ularning puli bor. Sie haben Geld. Sen nemis tilida ravon gapiryapsan demoqchi bo'lsak, nemis tilida qanday bo'ladi? Sen nemis tilida ravon gapiryapsan. Du sprichst fließend. Du sprichst fließend
Du sprichst fließend Deutsch. Du sprichst fließend Deutsch. Du sprichst fließend Deutsch. Biz bu odamlarni ko'ryapmiz demoqchi bo'lsak, nemis tilida qanday bo'ladi do'stlar? Biz bu odamlarni ko'ryapmiz. Wir sehen diese Leute. Wir sehen diese Leute. Wir sehen diese Leute. O'g'il bolaga nisbatan do'stlar, u turli xil, ya'ni u har xil musiqalar eshityapti demoqchi bo'lsak, nemis tilida qanday bo'ladi? U turli xil musiqalar eshityapti. Hört verschiedene hört verschiedene Musik. Hört verschiedene Musik. Hört verschiedene Musik. Biz mehmonxona qidiryapmiz, biz mehmonxona izlayapmiz demoqchi bo'lsak, nemis tilida qanday bo'ladi? Wir suchen ein Hotel. Wir suchen ein Hotel. Men Germaniyaga boryapman demoqchi bo'lsak, nemis tilida qanday bo'ladi? Men Germaniyaga boryapman, men Germaniyaga ketyapman. Ich fahre nach Deutschland. Ich fahre nach Deutschland. Ich fahre nach Deutschland. Biz bu xatolarni ko'ryapmiz demoqchi bo'lsak, nemis tilida qanday bo'ladi do'stlar? Biz bu xatolarni ko'ryapmiz. Wir sehen diese Fehler. Wir sehen diese Fehler. Wir sehen diese Fehler. Mening g'oyam bor demoqchi bo'lsak, nemis tilida qanday bo'ladi do'stlar? Mening g'oyam bor. Ich habe eine Idee. Mening g'oyam bor. Ich habe eine Idee. Men turli xil musiqalar eshityapman demoqchi bo'lsak, nemis tilida qanday bo'ladi do'stlar? Men turli xil musiqalar eshityapman. Ich höre verschiedene Musik. Ich höre verschiedene Musik. Ich höre verschiedene Musik. O'g'il bolaga nisbatan do'stlar, u choy ichyapti demoqchi bo'lsak, nemis tilida qanday bo'ladi? U choy ichyapti. Trinkt. Trinkt. Tee. Trinkt Tee. Trinkt Tee. U choy ichyapti. Do'stlar, talaffuzimizni yaxshilash uchun yana bir bor takrorlaymiz. Men bilan birgalikda takrorlashingiz mumkin do'stlar. Sie heißt Anna. Sie heißt Anna. Sie verstehen Grammatik besser. Sie verstehen Grammatik besser.
Er singt und tanzt. Er singt und tanzt. Ich kaufe es hier. Ich kaufe es hier. Sie arbeiten viel mehr. Sie arbeiten viel mehr. Ich sage Tschüss. Ich sage Tschüss. Sie arbeitet weniger. Sie arbeitet weniger. Sie verstehen es sehr gut. Sie verstehen es sehr gut. Er braucht es wirklich. Er braucht es wirklich. Ich mache es oft. Ich mache es oft. Sie studieren zusammen. Sie studieren zusammen. Wir machen verschiedene Übungen. Wir machen verschiedene Übungen. Ich fliege nach Berlin. Ich fliege nach Berlin. Er geht zur Schule. Er geht zur Schule. Ich höre diese Musik. Ich höre diese Musik. Wie heißt du? Wie heißt du? Er arbeitet so wenig. Er arbeitet so wenig. Sie haben sehr interessante Ideen. Sie haben sehr interessante Ideen. Er sagt es oft. Er sagt es oft. Ich suche ein Hotel. Ich suche ein Hotel. Wir essen Fisch. Wir essen Fisch. Sie ist dort. Sie ist dort. Ich brauche es. Ich brauche es. Sie kauft Fleisch. Sie kauft Fleisch. Er sieht uns. Er sieht uns. Sie haben Geld. Sie haben Geld. Du sprichst fließend Deutsch. Du sprichst fließend Deutsch. Wir sehen diese Leute. Wir sehen diese Leute. Wir sehen diese Leute. Er hört verschiedene Musik. Er hört verschiedene Musik. Wir suchen ein Hotel. Wir suchen ein Hotel. Ich frage nach Deutschland. Ich frage nach Deutschland. Ich fahre nach Deutschland. Ich fahre nach Deutschland. Wir sehen diese Fälle. Wir sehen diese Fälle. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Ich höre verschiedene Musik. Ich höre verschiedene Musik. Er trinkt Tee. Er trinkt Tee. Danke. Do'stlar, shuning bilan bugungi darsimizga yakun yasaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Darslarimiz sizga manzur bo'layotgan bo'lsa, like tugmasini bosib qo'ying do'stlar. Izohlarda 140 ta nazorat ishi gaplaridan nechtasiga to'g'ri topganingizni yozib qoldiring do'stlar. Buni bilish men uchun juda muhim. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha xayr, sog' va omon bo'ling. Bis bald.